sotuvchilarimiz, biz bugun Jondor Lider avtosalondamiz. Bu yerni bitta yaxshi bir mashina kelgan ekan. Shuni reklama qilish uchun keldik ataylab. BYD elektromobil. Mana pachka to'xtabdi 0 605 km yuradigan. Bu vaqtda hozir ma'lumotlarni olamiz va sizlarga yetkazamiz. Hozir akamiz chaqiramiz va ma'lumotlarni olamiz. BYD mana yozilgan. Plus varianti ekan, ha? Chisi koreyskimi bu? Xitoy. Xitoymi? Xitoyda mana arqa kameralari bor. Mana bulari ham Elektroniklari bor. mana hamma narsasi bor. Bu ochildimi hozir? Ochiladimi? Elektroniki bor. Akustika. Shunda ochiladi, ha? Ana. Pultda ham ochiladi. Pultda ham ochilar ekan, bunda ham ochilar ekan. Oh, buni ichi jannat-ku, jannat. Panorama tomlar. Mana arqa sidenalar yangi to'xtabdi. Mana bu yerda bitta chiroyli ekran, bu yerda nimalar qo'yilmaydi, ana bunaqa. O'zi syomka qilib ketaveradi. Radar padarlari ham o'zida bo'lishi kerak. Mana qutichalari hamma narsasi bor. Shunday olasizda yoqib minib ketaverasiz. Endi bu haqda ma'lumot oladigan bo'lsak, buni narxlarini bilasizmi? 34 ming bu eng full pozitsiyasi. Eng zo'r full pozitsiyasi. Arzonlari ham bor. Bu 4-pozitsiyasi bor. 3i ham bor, 2si ham bor. Endi arzon elektromobillar. Buni 30% to'lash kerak. 30%ni to'lasalar, qolganini avtokreditdan so'zsiz chiqarib beramiz. 5 yilga. 5 yilga. Mashinada hech qanaqa pitno, kraska hech nima yo'q. Yangi pachka mashincha. Aziz obunachilar, BYDga qiziqadiganlar bo'lsa, bu gibrid emas. Faqat chisti elektrik. Ko'rib to'xtaganingizdek, mana Jondor Lider avtosaloniga kelasizlar. Kalsodan o'tganda Buxoroga yuriladigan yo'l bor. Buxoroga yuriladigan yo'ldan to'ndingiz yetar 50-100 metrdan keyin avtosalon shu yerda bor. Mana hamma narsasi bor. Bu yerda boshqa mashinalar ham bor. Ular to'g'risida keyinroq axborot beramiz azizlar. BYDga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol pastdagi raqamga. Buni xohlagan modeldan. Bu hozircha endi bitta obrazsiz uchun keltirilgan. Xohlagan model bor. Elektromobil. Buni mobodo zapchaslari ham bor, o'sha O'zbekiston. Servis xizmati, garantiya, hamma narsa bor. Hamma narsasi bor, garantiyasi bor. 6 yil va 8 yilgacha garantiyalari ham bor. 8 yilgacha garantiyasi bor ekan. Maza qilib minishlaringiz uchun ana BYD ham kelibdi. Biz pastga nomerlarni qoldiramiz, shu nomerlarga telefon qilib kelaverasizlar. Salomat bo'linglar.